Jigarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jigarlar, mana shu yer Samarani Kurgovoyi. Mana chiroyli joy ekan, vobshe. Chiroyli joy. Mana biz Moskvalik odamlar kelib qoldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Akajon, o'zbekskiy kuxnyada nimalar bor ekan? Shu o'zimizning milliy taomlar, qozon kabob, osh, sho'rva, manti, uyg'urlamon, qo'rmalamon, sho'rva hammasi bor. Mana futbol ko'rgani ham atmosfera bomba ekan. Ko'rgani, televizorlarimiz ishlaydi. Hamma yoq bor, shirinliklar bor ekan. O. Anderson. Akajon, Moskva tayanchdan moskvaliklar kelishsa, nima bonusiga qilib berasiz? Bonusiga. Bonus qilib beraman albatta, aka. Bonusi Bonus bo'ladi-da. musofirlarga akamiz ham o'zi ham Farg'onadan ekan. Farg'onaliklarni sevaman deyapti, O'zbekistonliklarni sevaman deyapti. Albatta podishka qilamiz. Mana shu Samaraga kelganlar, migratsiya kartani yangilagani kelganlar, granitsaga kelganlar. Mana nomerlari ham tepada turibdi. Akada joy masalasi bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. O'zimiz o'zbeklarga qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Kim просрочный bo'lsa ham dokumentlari yordam qilamiz. Moskva tayanchiga murojaat qilaveringlar. Allohdan rahmat, sog' bo'lasizlar.